bir yilning o'zida 2 tildan ham C1 sertifikatini qo'lga kiritdim. Nemis tilini ham, ingliz tilini ham o'rganishimda yordam bergan til o'rganishdagi eng zo'r texnika bilan bo'lishmoqchiman. Bu albatta podkast eshitib til o'rganish. Eng avvalo siz xohlagan podkastingizni eshitishingiz mumkin. Misol uchun aytaylik, keling hozir nemis tilida biror podkastni eshitamiz. Ich habe lange geschrieben. Xo'p, albatta podkastni siz schreibe birinchi marta gerade eshitganingizda meine ko'p Doktorarbeit. so'zlarni tushunmasligingiz mumkin. Shu sababli endi bo'lsa biz aynan podkastning matnini olib, uni o'qib chiqamiz va biz tushunmagan so'zlarimizni belgilab, ularni yozib olishimiz zarur. Undan so'ng bo'lsa tushunmagan so'zlarimizni biz endi tarjima qilib, ma'nolarini bilib olamiz. Aynan podkastdan siz so'zlarni yodlasangiz, yangi so'zlarni yodlasangiz, ularni qanday vaziyatlarda ishlatishni ham bilib olasiz. So'ng bo'lsa siz aynan mana shu so'zlarni ishlatgan holda podkastni gapirib berishingiz zarur.